Aka mana iPhone 16 ish bilan aka. $1400. 1400 narxida ish buni? $30,000. 30 ming. Keling, amaki, assalomu alaykum. Yolg'iz navaram juda og'ir kasal. Operatsiya qildirmasam bo'lmaydi. Shu qatordagi do'konlarda tanisam, tanimasam hammadan yordam so'radim. Oxirgi umidim sizdan, ukajonim. Menga yordam bering. Sherigim bilan bitta gaplash, maslahat qilib ko'ring. Gaping bo'yicha operatsiyasiga juda katta pul ketayotganga o'xshaydi. Lekin men unaqa yordam beradigan pulim yo'q. Agar yordam berging kelayotgan bo'lsa, do'konni ulushingni menga sotgin deb, shu puldan yordam bera qol. Xo'p. Sherikchiligimizni to'xtadi. Kassadan pul olganda yana amakiga beravera qol. Aytgancha hali kechqurun dokumentlarni har doim ko'rishgan joyimizga olib kelgan. Dokumentlarni olib keldingmi? Qani mehmon, choyni oling. Sandan boy yordam so'rab kelgan amaki 14 yildan beri chet davlatda ishlaydigan mana adam bo'ladi. Yaxshi bola ekansan. Boya arzgina sinab qo'ydim. Xafa bo'lmaysan-a? Sherikchilik oshi tiskamid deb kimlarga yetishgan bilmadim-u, lekin sendagi sherigimni boriga shukr. Aytgancha do'konimizning yonidan bitta do'kon oldim. Ani bloger